Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana navbatdagi tovuq katak va qo'yxonamizni uchtasini Samarqandga chiqarib yuryapmiz. Bugun 19-may 2025-yil Samarqandga Urgutga chiqarib yuryapmiz. Uchtalidan bitta qo'y quramiz, yig'ishtiriladi polni. Materiallar o'sha yaxshisidan bo'lgan. O'rtalar boltga ekalib, pergolotkalari olinadi, yig'ishtirib chochiladi. Oxirlarigacha olinadi. Uchtalidan bitta qo'y qura va tovuq katak 15-20 ta sig'adigan 2 metrli eshiklari profildan bo'lgan. Yonida tuxum qiladigan sandiqlarigacha bor. Va mana bu katagimiz ham 2 metrga 1 metr, balandligi 1.70 spalnali katagimiz. Samarqand Urgutgacha ketyapti hozir. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar. Kelishilgan holda chiqarib beraveramiz.